qo'yib qo'ygan. Chip power farqchi kirasabchi. Magazinda uy sharoiti dedi. Magazin sharoitida hamma joy qo'yapti. Biz o'zimizcha ovqat qo'yapmiz dedilar. Короче, men farq chisnuk sanaymiz deganda farq chisnuk qo'yibdi. Bittasi ko'rib qol chisnukni. Chisnukni olib tasha. Nafadar, qabih inson. Oshimizga guruch soldik. Pishgandan keyin ko'zlarni o'yib yeb ko'rsataman. Yoqimli ishtaha. Chipov. Lekin tap ko'rishlar. Abedi bo'pti. Aytolmaysizmi suv? Qo'yaymi, qo'yaymi? Qayerga qo'yay? Boshisiga qo'yamiz. Powercha. Yo'q, power. Buni Arsen degan boy. Biz hamkasbimiz ovqat pishishini o'g'li bilan gaplashib o'tirdik. Men shu osh pishmaydigan osh bo'lib ketdi. Okkilar suv quyadi. Okkilar suv quyadi. Sho'la bo'lib ketmasa bo'ldi oxirida. Suv video bo'lasizmi? Rostsi-da. Oxirida ko'ramiz endi. Natijani. Shovlami? Chisnogim ham ko'rinmay qoldi. Ezilib ketdi chisnog. Chisnogimni olib beringlar. Chisnog oltindan edmading deydi. Chisnog o'rtasidagi o'zagi oltindan edi bular. Oshimiz xudo xolasa, men aytganday ora taraqmi, men shovla dedim, teskarisi bo'lyapti-da. O'shancha suv quyapti to'xtamasdan. Chala powerimiz. Avval qilganda normallik qiluvdi, ishonuvdik. Maqtagan qiz to'yda o'siradi deganday o'sirgardi-da. Ya hali imkon bor, hali umid qilamiz. Chunki ochmiz hammamiz. Qanaqa bitta savol. Savolli qichig'i loyihasi. Bugun ovqat pishimi? Bugun kelasi yilingizmi? Anasini ketdik. Ishga ketamiz, kelasi ovqat yeymiz. Ha, turibdi boshimiz. Bulkillar yotibdimi, bo'ladi, xudo bilan. Kutyapman. Men seni hali ham kutyapman. Boqir. Nima ekan? Qozonda. Nima bo'pti men qozonimga shunda? Turuz qaynab beribdi. Qo'y berdi. O'zi pishirish kerak-da qozon, to'g'rimi? Ha. Mana normal pishirish kerak edi. Bitta silab pishiryapti. Mana endi ayb bizning qozonimizda. Mana. O bechara qozon, shu qozon osh pishmaganiga aybdor. Ayb. Ochapat. Zapal. Jeb qo'ydim uni. Qo'shdimi? Follow degan yozuv chiqdimi? Pishdim. Ha, deng chiqqan. Normalmi? Tozalab. Ha, deng. Qozon pechka juvib, tozalab jiltirab o'sha yerda qo'yib qo'yamiz. Короче, kallamizga ideya kelib, buni og'daramiz. Yo'q, qo'y, so'z og'daramiz. Gubudishga og'daramiz hozir. Bismillah. O'zi boya aytdi-da, ovqat pishirayotgan payt. Kapitan! Bilan o'xshadi. O'zi boya aytdi, to'dan olmay tirakda. O'zi boya aytdi-da, osh pishirayotgan payt TikTokda bilasanmi, dalbayoblar dedi, qozonni ko'tarib patnisga og'daradi dedi. O'shandan bittasiman. Oching davay endi. Ha, yaramasdi. Qan? Davay. Ochdi-yanli men. Yega kuygan bo'lsa o'lasindir. Kuygan bo'lsa bo'lmasa chiqaraman. Go'sht bu yerga qo'yib ketgan. Nega qo'yib qo'ygan? Yer отдельно. Chisnok butuniga eslanglar va chisnok tashlaganim o'sha. Jeb ko'rib aytaman keyin. Mana go'sht. Aslida yashirib qo'yganlar. Diqqat savol. Go'sht qanday kesamiz? Qo'lida pichoq turib, menga ishdan savol beryapti. Kalla kompyuterda o'sha odam.
Bu qozonni orqasidan qoshiq bilan olmoqchilik bor. Qoshiqni suplashmasdi. Urib bo'lmadi. Bismillah. Pishdi. Pishdi. Tayyor bo'ldi. Yumurta. Gapni chiqov. Kelinglar, oshga marhamat. Osh pishirishasanmi? Osh pishirishasanmi? Yo'qmi? Ulgurmabman, nima deyman? Qoldi biroz qarasa, shu qo'ydim. Qozoning bir yildan beri yuvilmaganmisan o'zi. Yani videoga aytmaymiz, video ko'ryapman. Yuvilgan.